Кара суу Таратали базар. Капуста арзан болуп кетти. 100 3 килограмм. А бул жакта болсо быйыл Кулпунай чото арзан. Кара сууда ушундай арзан болуп атат. Башка жакта да ушундай арзан. 130. Местный веже булар? 100дөн болуп атат. Местный быйыл Кулпунай элдин баары берген. Челеги 300дөн болуп атат. Мынакей. Kokon gilas qanday bo'ladi bilmayman. Endi ko'ramiz. Endi pishib boshlab atadi kokon gilas. Bu yoqda Qarasu bozoridagi men tartibini ko'rgazaylik. Kelgili. Bular tandir nandari-ku? Qanchadan? 55 dan tandir nandari ekan. Kelgili ko'ramiz. Mana yerga kokon gilas kilogrammi 150 dan bo'layaptir. Badrang bo'lsa 80. Buyursak kokon gilaslar arzon bo'ladi-ku. Yemli 180 ekan cho'ti. O, qarag'lar. Bu yoqda olsa 70 dan bo'lib qolibdir kilogrammi. Men de o'zim az qizlarim olib ketishim kerak. Olib ketaversam o'xshaydi. Qancha tashtirayim? Ko'p tashtirayim? Yo'q, 1 kilogramm ile. Eng arzon menda bozor. Qo'shini aytam. Bu 100 dan deb turadi. Hozir to'g'ib ketdi. Hozir to'g'ib ketdi. Naka Qarasuda Taratali yerdan olib kelsinlar bo'ladi. Bu yil Qulpunaylar arzon, ha? Eldan bari ko'pchiligi yeb urgan o'xshaydi, nima? O'sha 1 kilogramli.